Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va chorva ishqibozlari. Biz Bau kompaniyasi 15 yildan beri ish faoliyatimizni olib boramiz va bunaqa keng turdagi assortimentlarimiz mavjud. Kanalimiz hali yangi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziq videolarimiz hali oldinda. Bu drabilkalarimizni hozir birma-bir sizlarga tushuntirib o'taman. Bu karabil drabilkamiz laqabi kasatka deyiladi. Bu bir soatiga 6 tonna 800 qo'l quruq hashaylar mahsulotlarni shu temir lenta orqali olib kirib ketib, mana bu joydan otib beradi. Bularimiz motor qismlari keladigan bo'lsak 380 voltga ishlaydi. 220 ga ham bor va to'xtatdi. Remen orqali harakatlanadi. Bularimiz 1,5 ming оборот bo'ladi. Bau firmaga tegishli. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Pichoqlarini ham ko'rsatib o'taman. Ancha baquvvat bo'ladi, kalonli pichoq bo'ladi. Mana bu temir lenta orqali tortib kirib ketadi o'zi. Buni uzunasiga jami 220 sm deyiladi, eniga esa 40 sm deyiladi. Mana bu joydan har xil turdagi hashay mahsulotlarni o'zi tortib, bunisidan esa yanchib beradi, bunisi chopib beradi. Bunisi ancha qalin oq pichoq bo'ladi, pechatli old pichoq bo'ladi. Mana buni keladigan bo'lsak, bu juda ham mayin qilib beradi. Bundan chiqqan hashay mahsulotlar umuman isrof bo'lmaydi. 10 qatorli bo'ladi. 10 qatorli va mana bunaqa o'zida tezda chiqarib yuborish uchun shamollari ham bor. Bunaqa 3 burchak pichoqlari ham mavjud. Bu orasidan ham yorib, mayin holatda qilib beradi. 2 xil razmerda bularimiz video davomida bularimizni ishlagan videolarini va narxlarini ham aytib o'tamiz. Bundan bitta kichkina razmerlarni ham ko'rsatib o'taman. Bularimizni mini fermalarga, katta fermalarga silos ombor uchun ishlatishadi ko'pincha. Silosni mayin qilib bosib qo'ysanglar ham bundan chiqarib bemalol bo'laveradi. 380 ga ishlaydi. Va bularimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bularimiz esa 220 voltga ishlaydi. Bularimiz 200 dan yuqori bo'lgan toklarga tavsiya qilamiz, xonadonlarga va chorvachilik uchun bemalol bo'laveradi. Bu bir soatiga 4 tonna 800 har xil turdagi hashay mahsulotlarni 2 xil razmerda maydalab beradi. Buni ham pichoqlarini ko'rsatib o'taman. Pichoqlari buniki ham pechatli bo'ladi, kalonli, oq pichoqdan bo'ladi, old pichoq. Bu eniga esa 30 sm bo'ladi. Bular esa mana ko'rib o'tishinglar mumkin, 8 qator bo'ladi. Mayin qilib beradi. Motor kilovatlari 220, 4 kilovat, 100% misad motkali bo'ladi bularimiz. Buni uzunligi keladigan bo'lsak, buni uzunligi 2